Yaxshimisizlar? Bugungi videoyim hurmatli ayollarimizga, ya'ni o'zimizga. Turmush o'rtoqlarimiz ko'chada yuradi, o'rtoqlar bilan birga bo'ladi yoki ishda bo'ladi. Xullas, uyda yo'qlik paytida telefon qilib, "Qaydasiz? Kim bilansiz? Nima qilyapsiz? Qachon kelasiz?" degan gaplar erkakni asabiylashtirar ekan. Erkakni ayolidan ko'ngli sovishiga olib kelar ekan. Aksincha, telefon qilganimizda mana shu so'zlardan foydalanishimiz kerak ekan. Alo, assalomu alaykum. Adasi, yaxshimisiz? Men bugun siz yoqtirgan ovqatni tayyorlab qo'ydim. Kelsangiz birga ovqatlanamiz. Charchamadingizmi? O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'p ham kuyinmang. Siz bizga keraksiz. Farzandlaringiz sizni sog'inishib, so'rashyapti. Yaxshi kelib oling. Allohga omonatsiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Sizni biz kutyapmiz. degan so'zlarimiz erkakka yanada zavq, shavq ishlashiga motivatsiya berar ekan. Shuni bu bilmaganlar uchun. Bilamiz, sen o'rgatmasang ham, sendan yaxshirog'ini. Sen o'zingni bilib yurur demasdan, hurmatli ayollarimiz, turmush o'rtoqlarimiz ishdan kelganda yoki ko'chadan kelganda albatta kulib kutib olib, xarakterlariga qarab yoki ko'rinishlariga qarab turib, kayfiyatlariga qarab ish tutsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Nima deydi? Endi bir xilga ayollarimiz bor, qovoqlarini solib, erlari ishdan kelsa, go'yoki uyda farzand tarbiya qilib, farzand qarab, uyda ishlari bilan charchab, toliqib qolib, erlarimizga qovoq tumshuq qilishimiz mumkin. U erkak kishiga yoqmaydi. Ko'chadan kirib kelgan erkakni albatta kulib kutib olib, qo'lidagi narsalarini olib, nima olib kelishidan qat'iy nazar. Balkim o'zini papkasi bo'lar, ish papkasi. Balkim ko'chadan xarajat qilib kelar. Qanaqa holatda kelganda ham qo'lidan sumkalarini olib, "Yaxshi kelib oldingizmi?" deb yaxshi muomalada kutib olsak, bu bizni eng birinchi plus tomonimiz bo'lar ekan erkak uchun. Salom berib, albatta ishdan kelganda turmush o'rtoqlarimiz shu holatda yaxshi kayfiyatda kutib olish biz ayollarni burchimiz, vazifamiz va majburiyatimiz hisoblanadi. Sog' bo'lasizlar, hurmatli ayollar. Achchiqlaringiz kelmasin mendan. Albatta shunaqa qilaylik.